Pichoq ko'tarib olib bir-biri bilan janjallashayotgan fuqarolar bugun panjara ortidan joy olishdi. Gap shundaki, ijtimoiy tarmoqlarda pichoq ko'targan fuqarolar ishtirokidagi holat aks etgan video tarqalib turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Yaxshiyamki, holat oqibatida hech kim tan jarohati olmadi. Mirpo'lat ismli o'rtog'im bilan ozgina hazillashib qoldim. Hazil yuzasidan mast holatda unga bilmasdan idish-to yuvayotganimda qo'limda o'tkir tilli pichoq bilan unga tashlanib qoldim. Qilgan ishimdan juda ham pushaymonman. Uzr so'rayman. Kechiringlar. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Bu ish noto'g'ri ekanligini tushunib yetdik. Barchadan uzr so'rayman. Mazkur holat yuzasidan Olmazor tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan fuqarolarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. To'plangan hujjatlar belgilangan tartibda ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tumani sudiga yuborildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 183-moddasi hamda 185 prim 2 moddasi 2-qismida nazorat qilingan buzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilsa, Xudoynazar o'g'liga uzr kesil 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Mirzohid o'g'li O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 183-moddasida nazorat qilingan buzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilsin va unga nisbatan ushbu modda bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shu o'rinda fuqarolardan jamoat joylarida tartib-intizomga qat'iy rioya etish, nizoli vaziyatlarni kuch ishlatmasdan qonuniy yo'l bilan hal etish hamda o'z xatti-harakatlari uchun belgilangan javobgarlik mavjudligini unutmasliklarini so'rab qolamiz.